Qozog'iston Respublikasining Konstitutsiyasining 7-moddasida qozoq tili davlat tili sifatida belgilangan. Rus tili esa, diqqat qiling, davlat organlari va idoralarida qozoq tili bilan rasman tengligi mustahkamlangan. Aynan mana shu joyi Qozog'iston Respublikasining eng nozik joyi hisoblanadi. Bu haqda Vladimir Putin ham xuddi mana shunday degan. Казахстан это практически русскоговорящая страна. Ну, сами, наверное, почувствуете. Demak, bu yerda Putin nima deyapti? Qozog'iston deyarli rus tilida gaplashadigan davlat demoqchi. Lekin bunga Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev ham yaxshigina javob qaytargan. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, ең алдымен мен құрметті Владимир Владимирович мырзаға сізге зор алғысымды айтқым келеді. Менің шақыруымды қабыл алып, бүгін Қазақстанға ресми сапармен келіп отырсыз. Биыл Қазақстан мен Ресей арасындағы Bu javob albatta joyida berilgan. To'g'risini aytadigan bo'lsam, Qosim-Jo'mart To'qayev juda kuchli siyosatchi, unda sharqona diplomatiya hamda g'arbona demokratiya ufurib turadi. Bu yerda u qolganlarni, shaxsan Vladimir Putinni o'zini ham naushnik taqishga majburladi.